Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun sizlar bilan yangi bir mavzuni boshlaymiz. Bunda ikkita mashqdan iborat ekan mavzuyimiz. Birinchi mashqimizda 16 ta savol berilgan. Birinchi darsimizda bu 16 ta savoldan 6 tasini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchi savolimizda qaysi ifoda 6x kvadrat y plus 6x y kvadrat ga teng deb savol beryapti. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Bunda ham ikkala ifodadan ham bir xilligini olib chiqishimiz kerak. 6x y olib chiqamiz. Umumiy hadi hisoblanadi. Keyin bu yoqda x qoladi. Bunda y ning kvadrati va y qoladi. 6x y qavsda x plus y va shunday ko'rinishda qoladi. Bulardan A javobimiz to'g'ri. Ikkinchi savolimizda ham xuddi shunaqa shart beryapti. Qaysi ifoda qavsda 3x ning kubi plus 8x kvadrat minus 4x qavs yopilgan plus qavsda 7x kvadrat minus 11x minus 7 ga teng deb savol beryapti. Avvalambor buni bajarib ko'ramiz. Keyin variantlardan qaysi biriga mos kelsa o'sha to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bunda qavslarni ochib chiqamiz. To'liq uzun qilib yozdim tushunarli bo'lishi uchun. 3x ning kubi va shunday tarzda yozildi. Mana bu ishoraga e'tibor bersak, musbat. Ochib chiqilganda hech qanaqa bularni ishorasi o'zgarmaydi. Va hammasini o'xshash darajalilarini bir-biriga qo'shib chiqamiz. Mana e'tibor bersangiz, 8x ning kvadrati va 7x ning kvadrati. Oldagida ishorasi musbat plyusdan. Shuning uchun qo'shsak 15x kvadrat. Va x'liklarni olamiz. Minus 4x minus 11x qo'shsak minus 15x. Va 7 o'zi shunday qoladi. Minus 7. Bu ya'ni B javobimizda mana shunday javob varianti bor ekan. Uchinchi savolimizga ham o'tsak, bunda ham qaysi ifoda 1 taqsim a plus 3 taqsim 4 ga teng? Bu yerda a teng emas 0 deb qo'ygan shartini beryapti. Xo'p, buni qo'shib chiqsak, mahrajimiz, ya'ni umumiy mahrajimiz 4a bo'ladi. Bunga 4 beramiz, bunga esa a. Hisoblasak 4 plus 3a taqsim 4a. Va to'g'ri javobimiz B ekan. Keyingi savolimizda bunda ham xuddi shunaqa shart beryapti. Qaysi ifoda 15x plus 34 qavsda minus 8x plus 3 ga teng deyapti va bu yerdan B'ni topishimiz kerak. Ya'ni bu mana shu ifodani ax kvadrat plus bx plus c ga teng deyapti. Shundan B'ni toping. Birinchi buni qavslarni ochish qoidasiga ko'ra ochib chiqamiz. 15x ni minus 8x ga ko'paytiramiz. Keyin 15x ni 3 ga ko'paytiramiz va yozib oldik mana shunday. Keyin 34 ni minus 8x ga minus 272x. Keyin 34 ni 3 ga ko'paytiramiz. Ishorasiga ham e'tibor beramiz. Plus 102. Keyin bu yog'ini soddalashtirib hisoblab chiqsak, mana shu ko'rinishga ega bo'ldi. Bunda B teng minus 227. Bularni ham barchasini formulasini Telegram kanalimizda qoldiramiz. O'sha yerda o'qib, o'rganib olsangiz bo'ladi. Barcha formulalarni shu mavzuga doir bo'lgan. Xo'p, keyingi savolimizda bunda ham yuqoridagidek bir xil shart berilyapti. 4 plus 8x taqsim 12x. Bunda qavsdan tashqariga chiqarib olsak, umumiy hadi 4 bo'ladi. 1 plus 2x qavs ichida qolib, taqsim 12x. 4 bilan 12 ni qisqartirsak, 1 plus 2x taqsim 3x. Bu demak C javobimizda bor ekan. Xo'p, 6-chi savolimizda 484 x kvadrat minus 324. Bunda ham
xuddi yuqoridagidek qaysi ifoda 484x² minus 324 ga teng bo'ladi deyapti. Buni ya'ni mana bu yozib qo'yganmiz. Ana shu formulaga tushadi. A² minus B² A minus B va A plus B. Bular Telegram kanalimizga buni ham tashlab qo'yamiz. Jadval, kvadratlar, kublar jadvalni tashlab joylab qo'yamiz. O'sha yerdan kirib, o'rganib, yodlab olishingiz mumkin. Bu 484 dan 22 chiqadi. 22x minus 18, 22 plus 18. 324 18 ning kvadrati. Mana shunday topshiriqlarni bajarib boraveramiz. Barchaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.